Yoshlarning puxta bilim olishi, zamonaviy kasb-hunar egallashi va mehnat bozorida munosib o'rin topishi bugungi islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa texnikumlarda tahsil olayotgan, o'qishni tamomlagan mutaxassislar ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalar uchun malakali kadrlarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Ana shunday tadbirlardan biri Yangiyo'l tumani 1-son texnikumida bo'lib o'tdi. Tadbir davlat madhiyasi sadolari ostida boshlandi. Bayramona kayfiyat hukm surgan tantanada bitiruvchilar, ota-onalar, ustozlar hamda faxriy mehmonlar jam bo'lib, yoshlarning navbatdagi muhim hayot bosqichiga guvoh bo'lishdi. Marosim davomida so'zga chiqqan Yangiyo'l tumani hokimi hamda texnikum direktori bitiruvchilarni samimiy tabriklab, bugungi diplom yillar davomida egallangan bilim va mehnatning munosib natijasi ekanini ta'kidladi. Shuningdek, yoshlarga kelgusidagi faoliyatida ulkan muvaffaqiyatlar tiladi. Yangiyo'l tumani 1-son texnikumini jami 271 nafar bitiruvchi bitiryapti. Aynan mana shu o'quvchilardan 7 nafar o'quvchimiz imtiyozli diplomni qo'lga kiritishdi. Aynan mana shu bu yilgi 2-kurs bitiruvchilarimizdan 271 nafaridan 56 nafari milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Texnikum bitiruvchilari imtiyozli diplomga ega bo'lgan o'quvchilar muddatidan oldin aynan oliy ta'limga 2-bosqichiga suhbat asosida o'qishga qabul qilinadi. Bugungi kunda texnikumimizning dual ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilarimizdan 3 nafari o'zi olgan o'sha bilimlariga tayangan holda tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan yoshlarimizga ajratilayotgan kreditlardan unumli foydalanib, hamda o'sha imkoniyat, sharoitlardan foydalangan holda tadbirkorlikni boshlashgan va bugungi kunda davlatimizga albatta o'zini hissasini qo'shmoqda. Tantanali marosimning eng hayajonli lahzalari diplomlarni topshirish jarayonida namoyon bo'ldi. Bitiruvchilar birin-ketin sahnaga taklif etilib, o'z mutaxassisligini tasdiqlovchi hujjatlarni tantanali ravishda qabul qilib oldilar. Diplomni qo'lga olgan yoshlarning ko'zidagi quvonch, ota-onalarning faxr tuyg'usi va ustozlarning mamnun nigohlari tadbirga o'zgacha ko'tarinkilik bag'ishladi. Bu lahzalar uzoq yillik mehnatning yorqin ifodasiga aylandi. Bitiruvchilar bugun nafaqat ta'lim bosqichini yakunladi, balki mustaqil hayot sari dadil qadam tashlash uchun muhim imkoniyatni qo'lga kiritdi. Endilikda ular olgan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda namoyon etish arafasida turibdi. Diplom bu shunchaki hujjat emas, u mehnat, izlanish va mas'uliyatning mevasidir.